Hozirgi bo'ladigan amaliyotimiz juda ham qiziq holat. Bemorimiz bir necha marta operatsiya o'tkazganlar, hattoki onkologik operatsiyalar ham o'tkazganlar va buning natijasida qovoqlaridan teshik paydo bo'lib, jinsiy a'zolariga, qinlariga ochiladigan, ya'ni nima tilida fistula deyiladi, meditsina tilida, ruschasi svish bo'ladi, o'zbekchasi oqma. Mana shunday narsa paydo bo'lgan. Hozir biz mana shu narsani ajratib, qovoqni teshigini yopib va qin teshigini yopib ajratish amaliyotini bajaramiz va hech qanday kesmalarsiz teshiklar yordamida bajaramiz. O'zlaring ko'rasizlar. Ketdik. Amaliyotimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimiz qovoq va qin oqmasidan qutuldilar. Vezikovaginal fistuladan. Endi siydiklari qin orqali emas, siydik kanal orqali chiqadi, xudo xohlasa. Salomat bo'linglar.